Demak, patsientkamiz hozir chap tomondagi endometrioidni kistani porojniy qilib beryapmiz. Patsientkamiz juda ham og'ruvga yo'la, lekin narkoz bilan qilmadim. Sababi qonlar to'q holatda kelganlar. Hozir bizga bir kun ham muhim. Sababi kuchli og'ruv bilan yuribdilar. Kechqurun umuman uyqu bo'lmayapti. Patsientkamiz chalg'itish uchun har xil metodikalarni qilib, ashulalar qo'yib berib, og'ruvlarni his qildirmasdan aldab-suldab qilib beryapmiz. Demak, endometrioidning massasi quyuqroq chiqyapti. Sababi ko'p vaqt o'tkazib yuborganlar, qancha ko'p yurilsa, ahamiyat bermay, shuncha ichidagi sodержимоsi quyuqlashib boriladi. Qancha voqea aniqlansa, shuncha tezroq suyuqlik chiqadi va suyuqroq bo'ladi, jiddiroq bo'ladi. Mana bitta tuxumdonni o'zidan hozirda 200 ml jiddiz chiqdi. Endi ikkinchi tomonni ham olib, baravar nechta chiqqanini ko'ramiz hozir. Funksiyasi tugadi. 300 ml atrofida jiddiz chiqdi. Endi hozir bularga 3 oylik konservativ lechini yoziladi, ya'ni gormonal terapiya yoziladi. Shundan keyin yana kuzatuvni davom ettiramiz.